Şahınlardan söyler, şahınlardan söyler. Sallanır bakalım, sallanır bakalım. Ishqilib shu bo'lmasindaki yo'q bola. Otizmmi? Jimmy, Familiyasi-chi? Vardi. Ya siz bu boshqa ish ham qilasizmi? To'yda o'ynab yurasizmi? Siz nima deyapsiz? To'yda o'yinchi emasmiz biz. Biz to'yda qizitib beramiz, shunaqa organizatormiz. Tushundingizmi? Bir boshqa tuzukroq ishingiz yo'qmi? Men dars o'taman. Xudoga shukr, qaysi maktabda men qizimni qanot bog'arkini bo'yab yuribdi. Raqs maktabiga. Nima o'rgatasiz? Kuyov salonga chiqayotgan kuyovlarga raqs bilan chiqishni o'rgataman. Shunaqasi ham chiqqanmi? Ko'rmadingizmi hali Instagramda trend bo'lib ketdi, qo'shtirmasini ko'rsatib beraman. Siz kakutda mana shu yerda kelin salom aytib turgan bo'lasiz-da, mana kuyov chiqib kelyapti maktabga. Ketdi. Yigitlarni sardori, kelin qizni xaridori. Salom salom, kelin salom, kuyov yigitga salom. Birorta qizga qaramasdan Bo'ldi. Meni raqqosaga beradigan qizim yo'q, tushundingizmi? Siz ular raqqosada ustidan kulmay, o'zi bir raqqosalik qilganlarida sizga chiqib qoldim to'yda, mana. Qarang. Videoni qaydan oldingiz? Organizatorlar tashlab berishdi. Bo'pti, qizimni beraman. Faqat video chiqadi, tarqab ketmasin, xo'pmi? Berasiz-a? Jimmy, ketdik sensiz to'y qizima yaptı.